Assalomu alaykum, hurmatli podpischilarimiz. Bugun 1-fevral 2026-yil, bugungi savdomiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 Sonus Scrambler avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni o'zimiz mahalladan kelgan Dadaxon ukamizga satdik. Dadaxon yana pul paketlari. Yaxshi kunlarga to'lamin, izi kattalarga. Mashinamizning narxi 20 million bo'ldi. Naqd pul berdik. Dadaxon mashin ko'ngilladingmi? Narx-navodan ko'ngling to'qmi? Narx-navosi zo'r. Ishlaringiz omad, sog' bo'linglar, baraka topinglar. Ina satgan mashinamizni yurtdoshlar 1996-yilda ishlab chiqarilgan edi. Kraskasi osvejit bo'lgan edi, usitillar o'zadi. Mashinada 4 dona 14 lik diska bo'llar qo'yilgan edi. Mashinamizda chexol polik, Nexia kafshka, Nexia rullar qo'yilgan edi, bakoylar Nexia qo'yilgan edi. Shunday holatdagi mashinamizning narxi 20 million bo'ldi. Mana shunday arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bag'at tuman Gayin ro'parasidagi Bag'at avtomobil saloniga kelaverasizlar. Bizda xohlasangiz boshqa turli avtomobillar ham bor, bizda avtokredit, barcha xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lanaverasizlar. Hammangiz sog' bo'linglar.